Assalomu alaykum. Muhojiratdagi musofirlikning umidsiz ko'chalarida umid bilan yashayotgan taqdirdosh qarindoshlarim. Hammaga shohid soatning strilkisi Uyg'ur uchun nola qilib, o'z o'qida qon yoshlik aylanayotgan bugungi daqiqalarda el uchun, vatan uchun oxirgi nafaslargacha fidokorlik ko'rsatayotgan o't yurak inqilobchilarimizdan ayrilyapmiz ve ayrılıp keldik. Hem ko'zlarimizni paqirtib turib ayrilish uchun yana jabdiyatimiz. Biz öz qenimiz, öz içimizden acayip saltanatlik dahilarning, turgun generallarning, komandanlarning chiqishini bütün söygümüz bilen arzu kılır ekanmiz. Tömür iradalik cesur kahramanlarning ve komandanlarning çıkışını arzu kılır ekanmiz. Ama qanday qo'g'dashni bilmaydi ekanmiz. Qo'g'dash uchun qanday plan tuzishni bilmaydi ekanmiz. Jismini ve ruhini qanday asrashni bilmaydi ekanmiz. Elbette biz evvela Allah'a yaxshi bende bo'lishimiz kerak. Ondan aşındaq saltanatlik dahilerimizga ve komandanlarımızga, generallarımızga hem kahramanlarımızga qandaq esil xalq bo'lishni bilishimiz kerak. Aziz qandoshlarımga, sabdoshlarımga aqlli xalq bo'lishmi osonga to'xtamayotdi. Şu xalq perverlik dastanı içinde bir-birimizden kichikgina ayıp nuqson tepib olsak, kechiktirmay taş boran qilib ekanmiz. Qanda qaysi usulda taş boran qilish jazosini a'lo darajada bilar ekanmiz. Biz bu illatlarimizni qachon tuzatamiz? Biz bu beparvoligimizni qachon o'zgartamiz? Agar biz xalq bo'lish sifatimiz bilan bundaq beparvo yuraversak, el-vatan uchun jon ko'ydirayotgan qadrdon kishilarimizni qadrlashni bilmasak, saltanatlik dahi qo'mondonlar emas, fidokor qahramonlarmi bizdek beparvo xalqning orasida paydo bo'lishdan qo'rqadi yoki ra'yi yenib ketadi. O'tmishdagi uzunga so'zilgan tariximizdagi ochiq haqiqatlarni so'zlay desam, so'zim sal uzrab ketar ekan. Shunga men faqat yaqinqi zamon tariximizdagi ochiq haqiqatda ustida to'xtalay. Yaqinqi zamon tariximizda Allah bizga nurg'un shehidlarimizning to'kilgan qoni badaliga mukofot uchun bergan aql farosatlik, planı o'tkir, so'zlari o'tkir, sabit damullamdek dahilerimizni o'z qo'limiz bilan tutib opirib, Shintisay degan ishplas qonxo'rga o'ltirgizib Ahmadjon Qosimiydek dahilerimizni shu qitimliq shumliq safardan to'xtang, u sirliq yig'inga bormang, xatarlik deydigan maslahatni birer farosatlik odamlarimizmi berolmay, tarixiy doyimizning Rossiyaning qorong'u ve sirliq turmusida chirib ketishiga qarab turdik. Ilhon To'ramdek dahilerimizni qanday xalq bo'lishni ve qanday qadrlashni bilolmay g'oyib qilib o'tdik. Savrchanlik naqshisini g'ingshib, bu hasrat nadomatlarga ko'nib ketdik. Ah, hasrata. Ah, nadameta. Vay tova, tova. Biz uchun zulmet qarang'usi bo'lgan bu qabohatlik yillarni o'tib yana Hoji Yaqub, Hoshir Vohidi, Kurash Ko'san, Ustoz Abdulakimxon Mahsum-ojim, 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 qatorliq o't yurak vatan perver inqilobchi ustozlarimizning
sırlıq vafoti jigar bag'rimizni ateşdek ko'ydirsa, Abdulhamid Uyg'ur ve Abdulg'appar Hojimdek vatanparvar sabdoshlarımızın nihoyatimi tuyuqsiz ve sırlıq bo'lgan vafoti muhojiratdagi vijdon egillarini dard hasrat bilan o'ylandirdi. Yusufjon inimizga tekkan şu zəhərlik o'qning ovozi xalqimizning quloq tubidan texchi ketgani yo'q. Şu o'qning dardi ve zəhri xalqimizning qalbini ta hozirgacha og'irtyapti. Biz yaqinqi zaman tariximizdagi tragediyalik beparvoligimiz tufayli nadomat ve hasrat qoldik. Növbeti yana qaysi dahiylarimizni ve yana qaysi qo'mondonlarimizni yoki rahbarlarimizni hem o't yurak qahramonlarimizni qo'g'dayolmaymiz. Oddiy qaraymiz, sal qaraymiz. Beparvoligimizni qachongacha davom qilamiz? Bunisi biz uchun sir. Ey aziz xalqim, mushu daqiqalarda yuqorqi bayonlarimizdagi jasur qahramonlarimizga o'xshashla o't yurak vatanparvar qo'mondon sifat notiq Azat Qasım akimiz, shundaqla ustozimiz Balnistning karvatlarida og'riq azobida to'lg'anmoqda. Kesil xeyli eg'ir. Azatkan dastlabda o'zi turishliq davlatning doktorxonalarga ishinib shu davlatlarda davolash qilgan bo'lsa-mu, unumi bo'lmay, garchi kesilib texmi eg'irlab ketgan. Navbatda Turkiyaga yo'tkilib, Turkiyaning ishonchlik doktorxonalarida davolanyapti. Ammo buningga zo'r iqtisod ketirgan. Biz Türkiye'ye ve Türkiye'deki akgönül doktorlarga işinimiz. Ama Azatkam dastlabda davolangan devletke yoki doktorlarga ancha ishonchimiz yo'q. Chunki Azatkam dastlabda davolangan devletler Xitoyning zaharlik iqtisodiy absuniga mahsub ketgan devletler. Farosatlik inqilobchimiz Azat Qasım efendiga Xitoy qas qilmadi deyalamsizlar. Azatkamni evvela Allah qo'g'disin. Ondan biz xalq bo'lish sifatimiz bilan qo'g'dilib qilinishiga vasila bo'laylik. Aziz sabdoshlarim, qarindoshlarim, jonjigarlarim. Azatkamning bu kasaldan qutulib ketishiga vasila bo'laylik. Sababini qilaylik. Shifo Allohdan, sababi aziz xalqimdan. Vicdanımızga azırak bolsumu yüz kileyli desek, Azatkamga yardım kolumuzu sunaylı. Azat Qasım ustazımızga iqtisadi yardım qilmoqchi bolsanglar, Azat Qasım akimizning o'g'li Jahongir Qasım bilan aloqalashsanglar bo'ladi. İnimiz Jahongir Qasımninki telefon numeri tövendeki quriladi. Ahırda muhaciratdagi barliq qo'mondon, rahbar ve o't yurak qahramonlarimizga, jasur inqilobchilarimizga, o't yurak sabdoshlarımizga pak Allohdan uzun ömür ve salomatlik hem ittifoqlik tilayman. Vatanparvar ustozimiz Azat Qasım akimizning kesilining baldurroq shifo tepishini mehribon Allohdan tilayman. Rahmet sizlarga.